Qimmat, katta hajmdagi mahsulot yoki texnikalaringizni og'zaki gapga ishonib har doim ham qarzga yoki nasiyaga bera olmayapsizmi? Bu borada sizga hisob ilovasi yordam beradi. Qanaqa qilib deysizmi? Hozir bu haqida aytib beraman. Og'zaki gapga ishonib har doim ham qarzga yoki nasiyaga qimmat mahsulot yoki texnikalaringizni bera olmasligingiz sizning daromadingiz pasayishiga sabab bo'ladi. Lekin hisob bilan siz og'zaki bo'lgan gaplarni shartnomaga yozib, og'zaki gaplarga emas, yuridik kuchga ega shartnomaga tayanib ish qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu shartnomada mijoz ma'lumotlari, mahsulot nomi, boshlang'ich to'lov va muddatlarni belgilaysiz. Atigi 2 daqiqada shartnoma kuchga kiradi. Xo'p, shartnoma tuzildi. Buni nima foydasi bor desangiz, sudda 100% dalil sifatida tan olinadi va haqqingizni undirib olishingizga yordam beradi. Hisob sizga yuridik kuchga ega shartnoma tuzishga yordam beradi. Savdo kelishuvlaringizni bemalol o'zingiz qivirsangiz bo'ladi. Sizga ilova bo'yicha batafsil ma'lumot qiziqmi? Unda izohda plus belgisini yozib qoldiring.